Hozirgi kunda men xursand bo'lgan bitta masala bor, lekin shu xursandchilik orqasida biroz mahzun bo'ladigan holatimiz bor. Hukumatimiz tomonidan har juma kuni adashmasam milliy liboslar kuni deb e'lon qilindi. Va bu quvonarli hol, chunki biz yolg'on bo'lmasin, Indoneziyaga bundan bir necha yil oldin borganimizda yo Malayziyadamizga ismi yo'q, har juma kuni davlat xodimlari hammasi o'zini milliy libosda chiqargan. Ishchilar xursand bo'ldi. Va bizda ham shu narsa joriy qilindi. Quvondim. Lekin xafa bo'layotgan tomonim bolajonlarga, o'g'il bolalarga ayollarni uzoridagi kiyimlarni kiydirib qo'yishyapti. Shu qiyin mavzu bo'lyapti-da, menga ham shu narsa rosa ham yoqmaydi, chunki erkaklarimiz erkak bo'lib qolish kerak. Chunki hozirgi jamiyatda erkaklar kamayib ketyapti-da, tushunasizmi? Biz o'shanga ham o'zimizning hissamizni qo'shib qo'yamiz. Erkaklarga erkak yo'lini ko'rsatish kerak, ayollarga ayollarni. Ko'rganmisan monument mujistvada qanaqa haykal turadi? Bahaybat. Birinchi erkak turadi, orqada ayol. Har doim shunaqa bo'lish kerak. Ayol oldiga chiqish kerak emas, erkakning orqasida bo'lish kerak.